Manchester Unitedda yangi davr boshlandi. Michael Carrick endi vaqtinchalik murabbiy emas. Agar jamoa u istagan xaridlarni amalga oshirsa, jamoa mana shunday tarkibga ega bo'ladi. Darvozada Sidney Lammens o'tgan mavsum davomida uning bir nechta ishonchli o'yinlarini guvohi bo'lgan. O'ng qanot Diego Dalot nazoratida, markazda esa tajribali Gary Maguire va jangchi Lisandro Martinez juftligi harakatlanadi. Chap qanot uchun jamoa Newcastle yulduzini 50-60 million yevro evaziga xarid qilmoqda va u Lewis Hall. Yarim himoya uchun bir nechta transferlar amalga oshirildi, ammo eng asosiysi hal oldinda. Tayanch zonasi uchun Madriddan Aurelian Tchouaménini olib kelishlari allaqachon boshlangan. Uning yonida tobora yetilib borayotgan Kobe Maynu harakatlanadi. Oldindan esa jamoaning asosiy yulduzi Bruno Fernandes joy oladi. Hujum chizig'i uchun ham bir necha transferlar amalga oshiriladi. O'ng qanotda mehnatkash Brian Mbeumo harakatlanadi. Chapda esa hozirgi jamoasidan ketishini barallaydigan dribling ustasi va har doim qo'noq Rafael Leao joy oladi. Markazda esa bo'ydor Benjamin Sheshko. Ushbu tarkib bilan Qizil Iblislar chempionlik uchun kurasha oladimi? Voqealar rivojini birgalikda kuzatishni istasangiz, menga obuna bo'ling.